Şərq Türkistandakı Xitay dairələri Uyğurlarning kishilik huquq masalasi haqida yana bir axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Xabar qilinishicha, atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonluq hukumatning bayonotchisi Shu Guishang tunugungi muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerikaning Şərq Türkistanning uchur texnikasining taraqqiyotiga tuhfa qo'shgan Xitoy shirkatlariga tuhmat qilganligini aytgan. 12 ayning 15 kuni Amerika Savdo ministrligi Tianjin TND shirkati qatorliq 36 Xitoy texnik shirkatini qora tizimlikka kirgizdi. Amerika bu shirkatlarni kishilik huquq dafsanchiligi bilan ayblab, ilg'or texnika orqali Uyg'urlarga zulm qilish hamda ularni keng ko'lamli tutib turish va nazorat qilishga qatnashgan deb ayblagan. Xitoydagi yasmichilik va yasmichilikdan boshqa sohalardagi oldingi xatardagi iqtisodiy faoliyat sonliq ma'lumotlari oktyabr va noyabrdan keyin 12 oyda davomli tuvalladi. Xitoy davlatlik statistika idorasi e'lon qilgan rasmiy sonliq ma'lumotga qaraganda, yasmichilik sohasidagi setib olish ko'rsatkichi oldingi oyga selishtirganda 1 point tuvanlab 47 ga tushib qolgan. Yasmichilikdan boshqa sohalarda bo'lsa 5.01 point tuvanlab 41.06 ga tushib qolgan. Xitoydagi yuqumlanuvchilar sonining tez suratda ko'payishi qarata Dunyo Səhiyyə Təşkilatı Xitoy doiralarini yuqum ahvoli haqida texnik ko'p sonliq ma'lumotlarni o'rtoqlashishni talab qildi. Dunyo Səhiyyə Təşkilatıning aytishicha, ular yana Beijingdagi vaksinalash nisbati to'g'risidagi uchurlarni so'ragan. Bu organ ularning Xitoyga yordam berishga tayyor ekanligini bildirdi. Koreya ve Yaponiya dairələri 2023 yılının tunji saatlarida Shimoliy Koreyaning ballistik boshqariladigan bombasini ilib borganligini xabar qildi. Egilishicha, Yapon dengiz yo'nalishi qo'yib berilgan ballistik boshqariladigan bomba havoda 400 kilometr yurgandan keyin dengizga tushgan. Kanada Federatsiya hukumati Xitoy, Hong Kong va Makaodan aviatsiya orqali Kanadaga keladigan yo'lovchilar uchun yangidan Xitoy virus siniqining talab qilinganligini e'lon qildi. Egilishicha, Xitoydan kelgan yo'lovchilardan virus siniq talab qiladigan davlatlar 11 ga ko'paygan.